Bugungi videomizda biz afsonaviy va ko'pchilikka tanish bo'lgan Chevrolet Mitaz modeli haqida gaplashamiz. Bu ixcham transport vositasi ko'plab davlatlarda oddiyligi, tejamkorligi va ishonchliligi bilan mashhur bo'lgan. Ayniqsa shahar sharoitida harakatlanish uchun juda qulay variant sifatida qadrlanadi. Avvalo tashqi ko'rinishiga e'tibor qaratamiz. Mitaz o'zining kichik o'lchamlari va sodda dizayni bilan ajralib turadi. Old qismi ixcham chiroqlar va silliq panjara bilan bezatilgan. Kuzov chiziqlari oddiy, lekin zamonaviy ruhda yaratilgan. Uning shakli aerodinamik jihatdan soddalashtirilgan bo'lib, tor ko'chalarda va tirbandliklarda oson harakatlanish imkonini beradi. Orqa qismi ham minimalistik uslubda ishlangan. Bu esa umumiy ko'rinishga uyg'unlik beradi. Ichki makoniga o'tsak, bu model o'z sinfiga nisbatan kengroq joy taklif qiladi. Old panel ergonomik tarzda joylashtirilgan. Barcha boshqaruv tugmalari haydovchiga yaqin masofada. O'rindiqlar yumshoq va kundalik foydalanish uchun yetarlicha qulay. Kichik o'lchamiga qaramay, salon ichida 4 nafar yo'lovchi bemalol joylasha oladi. Bagaj qismi ham kundalik ehtiyojlar uchun yetarli hajmni taqdim etadi. Texnologiya jihatidan Mitaz oddiy, ammo foydali funksiyalar bilan ta'minlangan. Asosiy versiyalarda audio tizim, isitish va sovutish tizimi, xavfsizlik kamarlarining mustahkam tizimi mavjud. Ba'zi bozorlarda taklif qilingan yangilangan variantlarda elektr oynalar va markaziy qulflash tizimi ham qo'shilgan. Boshqaruv panelidagi ko'rsatkichlar aniq va tushunarli, bu esa yangi foydalanuvchilar uchun ham qulaylik yaratadi. Amaliylik masalasida bu model juda kuchli. Kichik o'lchami sababli yoqilg'i sarfi kam, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari hamyonbop. Ehtiyot qismlarini topish oson va arzon. Shahar ichida qisqa masofalarga qatnovchi insonlar uchun ayni muddao. Shuningdek, tor joylarga to'xtash jarayoni ham ancha oson kechadi. Harakatlanish xususiyatlariga keladigan bo'lsak, Mitaz kichik hajmli dvigatel bilan J.